Biz Hukm ve Reallik programımızı davamlaştırıyoruz. Ötkenki programımızda kollektiv xatar ve biz temasida program kılaydık. Bugün programı devamını kılımız. Ötkenki programımız mındaq bir şekilde ahırlaştırıyorduk. İnsan kelimesinin iki etmologisi bağlılığını, birisi nisyan yani unutulluk isteyen mensiki bağlılığını. Eğer insan üzgü tebe, üzgü münasebetlik, üzet mensup olgan medeniyet, etnik, millet, coğrafya, itiqad, qadariyat qatarlıqlarga ait uçur mənbələrini unutub qalğan vaxtida özgülər bilan qılğan münasibətdə aciz, passiv əhval düşüb qalğanlığını, hətta insanın qiymətinə düşürüb alğanlığını, özgülər tərəfindən kəmsizlənğanlığını, qarınğanlığını, xorlanğanlığını təkidləş bilan birgə insanın yeni bir etmologiyası olan ünstin, yəni ünsiyyətdən qılğanlığını. Əgər insan bu ünsiyet tərəfini alaylıqın cari qıldırsa, üzgü münasibetlik, üzü tavagan medeniyet, coğrafya, millet, itiqad, qadariyat qatarlıqlarını ortaqlaşqan, başqalar bilan ortaq ideyaya, ortaq pozisiyaga, ortaq hərəkətlərə, ortaq siyasi mövqeyə, ortaq dünya qarşığa, ortaq qadariyatlar ega bo'lganligini, bundaq bo'lgan chaqda shu üzü tavagan medeniyetning mensuplari bilan ortaq hərəkət qiladiganligini ve üzünki ünsiyet kısmını muşarkalık cari kıldıralım diyen yuduk. Kollektiv xatirem del muşuna münasebet hikayeliğini alaydı eskertip ötkeydik. Meseleye del muş noktadan kirmekçi hazır. Sizce biz bir normal bir Uygur bulu süptümüzden, ya ki bir Şarkı Türkistanlık bulu süptümüzden veya ki şu Şarkı Türkistan coğrafyasındaki ilgileri bulu süptümüzden veya ki tarihten biri maddi ve meneviyatın nurgun baylıklarını, kıymetlerini yaratkan bir millet bulu süptümüzden hazırki günde biz özümüzün kollektiv xatirələrə qançalik ilgi qaldıq. Kütülgən, arzu qılınğan şəkildə buluvatamdı ya ki siz qanda qarayısınız bununla? Buna ait mühim bir sual oldu. Çünkü biz kollektiv xatirə qilgan qıla vaxtımızda o nəzriyevi oxumlarını özümüzün reallıqına bir tətbiqlab çıxış vəzifemiz var. Benim qarışımca biz kollektiv xatirə haqqındakı sezgörlüğümüz ezelden yukarı bulmaya gelgen. Bu belki umumi Türk milletinin burundan başlamış tarihini saklap koyuşka, kaldırıp koyuşka yeterli ehemmiyet vermeydiğen bir yaman adeti bilen münasebetlik oluşu mümkün. Demiş ki şundak demeydiğinde ama tarihçilerin arasında bir meşhur söz var. Türkler tarih yaratkan ama yazmağa deydiğen. Uygurlar şundak hem mesela bir Uygur tarihini tetkik kılgıcı, Şarkı Türkistan tarihini tetkik kılgıcına ait Roşen Bilal'ydi. Bizim özümüzün tarihi hakkındaki sistemlik yazma eserlerimiz burundan hazır için intayın az. Köpünç vaxtlarda biz başka milletlerinin yazmalarına ula kaldırgan mənbələrə tayinib durup özümüzün tarihi hakkında tədqiqat edip verişə mecbur oluruz. Bu nokul Uygurlarla alakası emas. Mesela şu Türkiye'deki Anadolu Türklerime yer Selçuklu tarihi ve keyin Osmanlı'nın en destekçisi boğan aşarlık hakkındaki tarihini tetkik kılgan vaqtda tabiiyle Farsça mənbələrə, hatta Ermenice, Gürcüce mənbələrə, Rumca, yani Latince mənbələrə köprek tayinidi ve tayinişe mecbur. Çünkü Türkçe kaldırılgan mənbələr naydı az. Belki muşu ene belki bizde mi eksetken buluşu mümkün. İkinci bir sebep biz müstemlik kılıngandan keyin duş kelgan en muhim işning biri Xitoylarning bizning tariximizni ügünishdan bizni yiroqlashtirishi ve burmalangan tarixni bizga o'rgatishi ve bizning tarixiy yodikorliklarimiz, xotirlarimiz hammani asta burmalab o'zgartib bizga bir saxta tarixiy eslama barpo qilishga urinishi bu bizni yiroqlashtirgan bir sebep bo'lishi mumkin. Çünkü biz bir tarafdan asli tariximizni obdan bilmaymiz. Yana bir tarafdan Xitoy biz üçün yaratib bergan tarixni unda rost emasligini hozir tushunamiz. Unda bo'lgandan keyin masalan vatan vaqtida davlatning nashriyotlaridan, ya'ni Xitoy hukumatining nashriyotlaridan chiqqan nurg'un tarixiy asarlar chiqqan bo'lsa-mu, ammo ko'pincha Uyg'urlar tabiiyla uni o'qishni hojati yo'q. Uni Xitoylar o'zgartib burmalab, yezib chiqqan, tuzib chiqqan deb ularni o'qimaydi.
Mana muşularmı bizden alıqı. Tarihi esleme ve kollektif eslemenin muhimliğine olan düşüncemizden tüm buluşunu keltirip çıkaran buluşu mümkün. Bir şey bir narsani esleş lazım deb o'ylayman. Sizningcha men bir savol qo'yay. Bu kollektiv esleme bir millatning mujodilasida zoti qanday rol o'ynaydi? Biz bu vaqtdan bir to'xtalib boqaylik. Bu aldı bilen kollektif hatırınınki bir milletin mücadelesinde yüzünü tunuşta ait mühim rol oynadı. Yani kimliğin tunuşta. Bunun diyen getirirse yani biz aldı bilen kimlik noktasından bir ulus noktasından, ulus kimlik noktasından bir Şarkı Türkistanlık, millet noktasından bir Uygur milleti, Müslümanlık noktasından, yani itikat noktasından bir Müslümanlık kimliğimiz var. Eğer muşularını biz kollektif hatırı süptüde, şu Şarkı Türkistan'daki siyasi sening chiqqandan boshlab shunga munosabatlik uchur amballarga to'liq ega bo'lgan bo'lsak yoki ko'p qismi ega bo'lgan bo'lsak bizniki siyosatdan qanday bir millat ekanligimizni bilib yetolmaydik. Masalan, tarixda biz o Sharq Turkiston jo'grafiyasida siyosiy kuch sifatimizda nurg'un davlatlarni qurgan. Bu nurg'un davlatlarni qurdi deganga bizningma bir millat bo'lish sifatimizdan shu jo'grafiyaga ega bo'lish orqali o'zga millatlar bilan siyosiy sanada o'xshash seviyaga ega bo'lib turib aloqa qilish o'zimizningki mavjudlikni qo'llashdan iborat cho'ng bir vazifani qilolganligimizdan iborat bir narsani akstab turadi. Buma bizning siyosiy mujadalamizda bizim bir hozirgidek mustamlikasi bo'lib qolgan bir millat bo'lishimizdan tarixda mushunaq bir siyosiy sifatida davlat qurib ekanmiz. Demak, tarixda qurgan va yaqin zamongacha bir millat davlat bo'lgan bir millatningki albatta hozirgidek shunaq mustamlikasidan qat'iy ümidsizlanmay davlat qurishning tamomı mumkinchiligini. Çünkü biz bunun tariximizni qilib boqqanligimizni, bizningki siyosiyatga kuchimizni dal tariximizni oldiganligimizni. Qandaqdir bizningki dushmanimiz bo'lgan Xitoyningki ular deganda asla biz azaldan bir ularning bir partisi, bir qismi emasligimizni. Bizning Xitoylarga ayrim bir mustaqil bir kuch sifatida kurash qilib, tarix sahnasini o'rnaganligimizni isbotlagan va mushaqda ma'lumotga cho'nqur ega bo'lgan bo'lardik va bu harakat qila olgan bo'lardik. Buma ishniki siyosiy taraflarni siz birozdan keyin to'liq qilsangiz bo'ldi. Amaliyotda bu bizga hozirgi sharoitda bizga umid bag'ishlaydigan bir narsa bo'ladi. Ya'ni bizningki kelgusiga nisbatan yoki hozirgi ahvolimizni ko'z tutib yo'l xaritasi chizishda dal shu tarixdagi bizim kollektiv əslərimiz, xatirələrimiz intayin mühim rol oynaydı. Yəni hazırda munqarizga tushib qolmasligimiz uchunma kelgusida bizga bir yo'l yo'riqliq ato qildi desak bo'ldi. Bu ishniki siyosiy tarafi bo'lgan bo'lsa, siz buni to'liqlasangiz ishniki madaniyat tarafiga o'taylik. Mening hozir bir misol esimga keldi hozir kallamga. Masalan deylik, biz bir aslimaning qanday muhim ekanligini. Masalan bir bala çoğun oldu, bir yigitlik yaşığı yetti. Küllerden birde bu mahallesinde kere bir boy bunu bir çetki tatıp ona ait mühim bir mehbiyetlikini sözlep verdi. O mehbiyetlik ne meğerligende o boy dedi ki hazırkı senin dadan esli senin dadan emez. Bu adam sen boğak vaktinde kelip senin dadanı öldürüp ananı mecburi xutulluk ile bağlan. Aslında senin mundak senin dadan ait çoğun ötken ait mütver adamdı. Ama sen bunu bilmeysen. Çünkü bu ilhameylen bunun qoqqaçqa sizlarning ailelerinin bu tarixini sizlarga deb bermidi. Deb bu balaga bu facialik tarixini eslatdi. Endi bu facialik bu o'tmishini bu bala bilgandan keyin o'zining uydagi men dada deb yurgan odamning asli o'zining dadasi emas, balki dadasini o'ldirgan qotili. Anasini majburiy xutunlik qilgan bir zo'ravon ekanligini bilgandan keyin bu balaning hayatı o'zgarmadi. Bu balaning hayatı o'zgarmadi. Eğer o balada vicdandan bir insanlık ruhiydin asıl nisbesi olsa çoğum onun hayatı şu dakikadan başlayıp özgürlük gidiyor. Belki onun insanlar her xil inkaz qaytırışı mümkün. Ben birisi dergazepki kelip hep de akıbetini oylaşmayı verip ben bu dadamın katilini gözünü yok kılmaya edip onunla karşı uğraş kılışı o bir güçlük oğanlığı için onu tenkileme ülep gitişi mümkün. Tarih bu xil kişilerini kahraman deb yazdı.
Yani belki bazı balalar sel akıllıqroq bo'ladi. Hozir kuchim yetmaydi. Sel tayyorlik qilib kunlarning birida men dadamning qisosini chuqum olaman deyishim mumkin. Ama üçüncü bir xil inkas, bunda qarasa bu intayin kuchli. Ondaki ki o ish ütep ketibdi. Baribir dadasi ülep ketgan bo'lsa-mu, bu odamni unchalik eskilik qilmabdi. Hozir turmushimi chiqib yomon emas, qurus qo'tayib mengib o'tibdi. Sal bir ko'mas kisilib, quluqini yupurib olib, yashab ütep ketsa, hech qisi yo'q emasmi deb uchinchi xil yo'lini tanlaydigan kishilar bo'lishi mumkin. Mana mushu nuqtada men Uyg'urlarni shunda so'g'im keladi. Biz mushu 3 xil kishilarning qaysi? Biz mushu 3 xil kishining qaysi? Ameliyatda siz mis qildingiz, mening bu misolim. Biz Uyg'urlarning misoli. Ammo qarab boqadigan bo'lsak, eng dastlabda tamam biz aslimimizni bilmadik. Bilmagan vaqtda shunda yashab qolibmiz. Ammo boshqalar bizga deb berdi. Ishning haqiqatini bildik. Bizning bu dadam degan kishining asli bizning dushmanimiz ekanligini bilgandan keyin, endi dadamning qotili bo'lsa-mu, kuchim yetmagandan keyin mayli deychi, ammo shuning gapini anglab yashayveray deb bir odam buni qabul qilsa, kim buni ayblamaydi? Mesela kim oshkor holda men bu shunday yashay olmayman, men bu shuni qabul qilaman deb e'lon qila oladi? Hech kim. Demak, buning naqadar bir insonlikqa yot, musulmonlikqa yot, eng aqalli bir hayvonda bo'ladigan bir intiqom hissiyotining o'lganligini uning inkosidan ko'ra olamiz. Mushu nuqtadan bütün Uyg'urlar o'ziga qayta bir qarab boqsa bo'ldi deb o'ylayman. Ya'ni bizning bu aslimimiz. Aslimini bilgandan keyin harakatimiz o'zgartirmagan bo'lsa, haqiqatan bu jihatda ishimiz chatoq degan gap. Bu misolni qo'shib qo'ygim keldi. Bu siz aytib muhim bir narsani taklif etdingiz. Amaliyotda yani ben bir shaxs bo'lish bilan, bir inson bo'lish bilan yoki men shu bir Sharq Turkistonliklarning yoki Sharq Turkiston bir iborat shu siyosiy gavdaning bir a'zosi bo'lish bilan men o'zimningki kimliginingki taqozosi bo'yicha shu sizib bergan yo'l xaritasi bo'yicha hayot o'lchami bo'yicha yashashga tamoman haqqim bor. Yani ayrim bir erkin inson bo'lish bilan. Men nimishqa boshqalarningki menga tangan tarixi bilan, boshqalarning men uchun sizib bergan yo'li bilan. Nima uchun meningki o'z qonimdan bo'lgan yoki dadamning qotili bo'lgan birisininki kontrol ostida yashashni qabul qilmayman. Bu savolni sormasak qat'iy bo'lmaydi. Buni qabul qilgan gap oldi bilan sizningki inson bo'lish sharafingizga, qimmatingizga xilof degan gap yani. Chunki inson amaliyotda mavjud zulmga, kontrollikqa, boshqalarning bo'yinturuq ostida kirilishiga, boshqalar sizib bergan yo'lga cho'qim qarshi turishdan iborat narsa ruhni shakllantirganda anda u inson bo'la oladi. Inson o'zining haqiqiy qimmatini o'ttirib qo'ya olgan bo'ladi. Chunki siz bu dunyoda o'zingiz bo'lib tug'ilgan bo'lg'achqa, ya'ni bir ayrim bir inson, mustaqil inson bo'lib tug'ilgan bo'lg'achqa, sizning hayot ko'z qarashingiz, turmush usulingiz, hayotdagi boshqa insonlar bilan munosabatda o'zingiz o'ttirib qo'ygan bu ko'z qarash va shundaqla siz oid bo'lgan madaniyatningki qadriyatlarga yashashga tamoman haqli. Agar boshqa tarafdan tingilgan bo'lib qolgan bo'lsa yoki siz uchun yashash, sizningki hayotingizni boshqalar sizga bir ssenariy shaklida yezib sizib bergan bo'lsa, sen shu rolni olsa degan bo'lsa, u vaqtida men bu munosabatda men yo'q bo'lib qolaman. Ben bu munosabatda tamom past qolib chiqib qolaman. Ben bu munosabatda rol olg'uchi bo'lmayman, ssenariy yozgan bo'lmayman. Men boshqalarning irodasi bu yashagan bo'laman. Bu nima deganga? Oldi bilan u meniki insonligimga, inson bo'lishdan iborat mustaqil mavjudligimga ig'ir xiyonat degan gap. Bu insonningki shaxsiy tarafi. Bu bir millatga tatbiq qiladigan bo'lsak, tatbiq qiladigan bo'lsak, agar bizningki siyosiy jihatdan bir kollektiv xotiramiz kuchli bo'lgan bo'lsa, siyosiy ssenariyoni o'zimiz yozgan bo'lardik. Shundaymi? Shunday. Siyosiy nima degan gap? Ya'ni davlat andizisi, davlat loyihasi yoki mushu yo'ldagi mujadalalarni o'zimiz loyilab, o'zimiz mustaqil harakat qilgan bo'la oldik. Ki qilayotganlar bor. Buni taqdirlash tegishli. Sen qandaqdir birilar boshqa bir kuch hem zaminini ishg'ol qilib olgan, hem zaminini oyoq ostida qilgan va uning ichidagi barliq moddiy ma'naviy boyliqlarni bulang-talang qilib, onunga xiyonat qilgan va buzg'unchilik qilgan, ziyonkashlik qilgan bir tarafidan o'ttirib qo'yilgan ssenariyoningki ichidagi
rollarni elishga majburlansang, ama şu rol bo'yicha mangsang, o vaqtida o millatga va Sharq Turkistonliklar qilgan xiyonat hisoblanadi. Buni bir millat bilan ikkinchi bir millat o'tirishga aloqada seni pasib alg'a tushib qo'ydi. Ya'ni sen u munosabat yo'q degan gap. Sen faqat ashuni irodasiz harakat qilding degan gap. Boshqa narsa emas buning ma'nosi. Passivlik bizga Bunda bu cümleni qo'shqim keldi. Gapingizni kesib qo'ydim. Bir millat o'zining tuprog'ini tortqizib qo'yishi mumkin. Ammo bir millat agar o'zining ruhiy dunyosini tortqizib qo'ysa, o vaqtda bu tuprog'ini tortqizib qo'ygandanmi ig'ir oqibatli keltirib chiqardi deyishga bo'ladi. Chunki u o'zining insonligini shuni bilan yo'qotib qo'ydi degan gap keladi. Butunlay boshqa bir millatning planı bo'yicha yashash, o'z plani bo'lmaslik, amaliyotda haqiqiy mustaqilsizlik balki mushu bo'lishi kerak deb o'yladim. Buni keltirib chiqqan sababidan shu kollektiv aslimining xato burmalangan yoki zaif bo'lishi bilan munosabatlik. Yani bu nayda mühim bir misalni bu ta'kidlab o'tdingiz. Amaliyotda bu siyosiy jihatdagi kollektiv xatirimiz bizniki bu hozirgi siyosiy harakatimizga eng cho'ng asos yaratilgan va ma'naviy uzuq hisoblangan cho'ng bir uchram biri. Biz onda qancha ko'p suzib kelib, qancha ko'p hozirgi loyihamiz, strategiyamiz uchun qo'llanib sutib foydalansak, shuncha harakatimiz uyumli bo'ldi deb qarayman. Dal Xitoylarmi bu sezgir tarafimizni intayin yaxshi bilgan bo'lg'ashqa. Men shuni kesib ayta olayman. Xitoylar davomli deyim bu gapni. Bizni kimligimizni to'nigandan bekarab Xitoylar bizning kimligimizni bekraq bildi ya siyosiy kimlikni. Chunki Xitoylar nisbatan Mehmet Abdurahim Adil deb binasi yo'q. Bütün aşı Uygur, Şarkı Türkistan tavagan hemmisi ularga nisbatan mustamlika qilinguvchi, buzaq qilinguvchi, madaniyat jihatdan tuvan, qalaq, shundaqla davomli ularni foydalanishga tegishlik mal, hayvon qatori kuradigan bir zihniyatga ega. Chunki bizni allaburun kategoriyaga sinib qayirib, bu shaklda plan, siyosat, strategiya tuzgan bo'lg'ashqa, bu strategiyalarda, planlarida, siyosatda bir izchillik bor. Ya'ni ishg'ol qilganini tartib Muşu zihniyetler qilgan bo'lg'ashqa, bizim bir bütün kategoriyaga kirgizib muomala qilgan bo'lg'ashqa, ularning siyosatlarida bir tuturuqsizlik yo'q. Men a'lo nuqsin deyapman. Chunki ular yaxshi qildi. Agar Sharq Turkistonlik va Uyg'urlarningki siyosiy tarixdan beri o'tirib qo'ygan bu siyosiy tashkilotlar, davlatlari va buning g'oyat uchuv manbalarini biz burmilmasak, yoki o'zgartmasak, yoki yo'q qilmasak, yoki boshqa bir mazmun qo'shmasak, bular hamon bir kuni mushundan foydalanib bizga qarshi siyosiy kuch sifatida sahnaga chiqib bizni ojizlashtirish, shundaqa bizning kontrolimizni qutuldi deb ular yaxshi qildi. Yaxshi qilgan bo'lg'achqa buni qilyotdi. Dal misha bir savol tug'ilishi mumkin. Demak, bu yerda bizningki, ya'ni Uyg'ur, Sharq Turkistonlik o'zimizdan bizga oid munosabatli bo'lgan bu kollektiv xotirdan bekrab Xitoylarningki bizga qartilgan, ya'ni bizim haqqimizdagi kollektiv xotirasi balkim kuchga bekrak kuchlikmikin deyman. Siz buni qanday qaraysiz? Xitoyning an'anasini tushungan kishilarga nisbatan menimcha shu narsani aytib aniq. Xitoy tarixchiligi klassik davrlardan boshlab, milodidan burungi davrlardan boshlab Xitoylarning an'anasida izchil tarixni yozib qoldirishdan iborat bir an'anasi bor. Bu Türk milletleriga qaraganda bir o'zgachilikka desak, menimcha xato emas. Biz toki shu milodidan burungi, masalan, keyingi xannoma, burungi xannoma deganga o'xshash har bir sulolaning maxsus tarixchilarining bo'lganligini va ularning bizning tarixini xotirlab manganligini ko'ralaymiz. Amaliyotda biz bu qadimgi Türk tarixini tadqiq qilgan vaqtda dal shu Xitoylarning Hunlar haqqidagi, Türklar haqqidagi, eng qadimgi chorvachi millatlar haqqidagi bayonlar orqali anadagi nurg'un ma'lumotlarga erishamiz. Demak, Xitoyning mayada kollektiv aslimiga tarixga nisbatan azaldan bir ahamiyat bergan bir an'anasi bor ekanligini ularning shu yozma yodikorliklaridan ko'ra olamiz. Masalan, bir muhim misolning birisi Zozongtang
1884 yılı Şərqi Türkistan Şinjan degan nomga shu Zozongtang tarafidan bu qalpoq shu vaqtda kiygizildi. Yakup Bey hakimiyetini 1877 yılı Zozongtang ag'dirib o'tdi. Bu Şərqi Türkistan hücum qilishdan burun Qing sulolasining ordusi ichida bu Şərqi Türkistonni qo'shib olamdi, qo'shib olmamdiq degan masala haqida keskin munozara bo'lgan. Ya'ni dengiz mudofaasi muhimmi yoki g'arbiy mudofaami degan narsada Zozongtang o'zining asoslarini o'tirib qo'ygan vaqtda nurg'un tarixiy nimalarni misol keltirgan tarixiy faktlarni. Chunki shimol tarafda azaldan chorvachi millatlarning yashaydiganligini, agar bu yoq qo'ldan ketsa, tashqi Mo'ng'olning tahdidga uchraydiganligini, tashqi Mo'ng'oliya tahdidga uchrasa, Beyjingning tez qo'ldan ketadiganligini so'zlash orqali shu vaqtdagi Manchu hukumatini qoyil qilgan va shuning bilan uningga Şərqi Türkistanga hücum qilsang bo'ldi degan yeshil chiroq yoqib berilgan. Demak, Xitoyning bir qo'mondonining shu tarixiy tuyg'usining kuchlikligi bizning mustamlika bo'lishimizdagi muhim sabablardan biri. Masalan, yana bir Xitoyda bir hikoya var. Hozir esim keldi. Xitoyning bir nimasi var. İdiom deydi, cho'ng yuzi. Shunda Wo Xin Changdan deydigan bir gap bor. Bu nima desa, Shaqshunbuning ustida yetib o'tni yalash degan gap. Bu qayerdan kelib chiqib ekan desa, Xitoylarning Chunchu davri deb bir davri bor. Tinchlik davri deb qo'yilgan. Shu davrda Vubeylik ile Yöbeylikning o'rtasida urush bo'lgan. Shuning bilan dastlabda Vubeylikning podshosi Yöbeyligi tarafidan o'ldirilgandan keyin Vubeylikning o'g'li 3 yil tayyorlik qilib qo'shin to'plab oxir Yöbeylikni hujum qilib ularni mag'lub qilgan. Mag'lub qilgandan keyin shu vaqtdagi Yöbeylikning podshosi Gojen deganni asir qilib tutib kelgan. Ve onu cezalash uchun o'zining dadasining qabrisining yeniga bir taş uy yasab, şunun içinde 10 necha yil bu asosan nazarband ostida yashagan. 10 necha yildan keyin bu Vubeyligi Gojenni o'z davlatiga qaytargan Yöbeyligiga. Qaytargandan keyin bu Gojen yana necha yil tayyorlik qilib, qayta Vubeyligiga hujum qilib, Vubeyligini mag'lub qilib, o'zining qisosini olgan. Bu Gojen nimishqa bunga bog'lagan degan vaqtda bu shu Vubeyligida nazarband ostida yashagan vaqtda o'zining qisosini unutib qolmaslik uchun o'zining yotgan yerining beshiga shu cho'shqining o'tini esib qo'yib, har kuni tomoqdan burun, uxlashdan burun shu o'tni yalagan deb tasvirlanadi. Bu o'tni yalashdagi maqsad nima desa, shu qisosni unutib qolmaslik, o'zidagi qisos ro'yining susishib ketishining oldini olish uchun xuddi uxlab qolgan ba'zi badanining ma'lum yerlarini chimlash orqali o'zini uyg'otishga uringandek, bu Gojen degan Xitoymi shu qisos ro'yining unutilmasligi uchun shu ishni qilgan. Shuningdek Xitoyda bu maqol tamsil, ya'ni bu idiom shuningdan maydonga kelgan deyiladi. Bu nuqtadan qaraganda biz haqiqatan Uyg'urlar bu ishni qilishga ham haqli ekanligimizni tunib yetishimiz kerak. Chunki biz ko'rgan kun, biz uchragan bu musibat, bu fojia insoniyat tarixida millatlarga az duch kelgan. Hatto hech qaysi millat balkim bizning bilganlarimizga qaraganda bizga o'xshash bugünkidek bundoq vayron qilingan, bundoq xo'rlangan emas. Bu shundoq xo'rlangan, vayron qilingan millatning Xitoyning bizga solgan zulmlarini, bizning ko'zimizga ko'rsatganlarimizni unutib qilishimiz o'zimizning tarixiga, o'zimizga qilingan bir munofiqlik va xiyonatdan boshqa narsa emas. Siz müşahede bir narsa qustug'im keldi. Biz bir Şarkı Türkistanlik yoki Uyg'ur bo'lishimizdan nimalarni unutib qolmasligimiz kerak. Bizga munosabat. Shundaqla Xitoy bilan bo'lgan munosabatda, ya'ni Xitoylar nimalarni unutib qolmaslik kerak degan mushuni maxsus kelar qatlam program qilsak, mesela Uyg'urlar unutib qolmaslik uchun nurg'un ishlar bor. Biz shunaqa Xitoylar bizni qilgan shu tariximizdagi zulmlarni unutib qolmaslik kerak bo'lgan nurg'un ishlar. Buni maxsus to'xtalsak, hozir yana biz endi qanday bo'lsin, shu ishg'ol qilingandan keyin 1884 ni misol olsak, undan keyingi oraliqdagi bir vaqt 1949 ni o'lcham qilsak, deylik, asos qilsak,
biz bir Uyg'ur, bir Sharq Turkiston bo'lishimiz bilan albatta kutilgan yoki orzu qilingan tariqada kollektiv xotiramizni saqlash uchun qilolmagan bo'lsakmi, ammo yana cheklik shu sharoitda qildik deb o'ylayman. Buni muayyanlashtirmasak bo'lmaydi. Masalan, adabiyot sohasida, undan keyin bu ma'rif sohasida, mayli bu diniy sohada bo'lsin, shu bizga bizimki beshimizdikida yoki munavvar kishilar deylik, munavvar kishilar imkoniyatni yaratishi shu kollektiv xotir uchun harakat qildi deb o'ylayman. Sen bunun tarixda yozilgan kitoblar misol olsak bo'ldi, Turg'un Almasning kitoblari va yoki o'z vaqtida mesela Yalquruz deymiz, Abduqodir Jalolni deymiz, yaqinqi zamon qaraydigan bo'lsak, hozirgi zamon qaraydigan bo'lsak, bu vaqtda bizninki qo'ldan kelishicha kitoblar yoki asarlar bilan buni bildirishga kirishdi. Uyg'urlarning kim ekanligini boslik yo'llar bilan bildirishga kirishdi. Siz shu munavvar kishilarni yaqindan taniydigan biri bo'lsangiz bilan biz shu cheklik sharoitda qanchalik qila oldik, ya'ni qanchalik kollektiv xotir saqlashda bir ishlarni qila oldik. Chunki buni muayyanlashtirmasak, bizning o'zimizga bo'lgan ishonch balki umiddan sal tuvalab ketishi mumkin. Undan keyin Xitoylarning shu bizning kollektiv xotirni yaqinqi zamondan beri yoki hozirgi zamonda kollektiv xotirimizni ojizlatish, yo'q qilish yoki burmalash yoki o'zgarish uchun qanday vositalarni foydalanganini qisqacha paranlasak. Bo'ldi. Avval Xitoylarning qo'llangan taktikalarni qisqacha bir necha nuqtada eslab o'tilib, buni aytib muhim. Hammamiz bilamiz, shu Kommunistik partiya endi 1949-yili ishg'ol qilib olgandan keyin darhol yo'lga qo'ygan bir qancha muhim ishlar bor. Ularga nisbatan. O qaysi deganda birisi shu bizning tarixchilarimizni yo'q qilish. Shunga diqqat qilsangiz, eng dastlabda Xitoyda chiqilgan, Xitoyda yo'q qilganlar ziyolilarning ichidagi tarixchilar. Masalan, shu chog'dagi Qurbon Xudoy, Po'lat Qodir degan tarixchilar eslab qolazmi, Uyg'urlar bilmaydi. Masalan, yine tarixni biladigan ayetda mo'ysipet kishilar va beshidan ayetda ichinishli kunlarni o'tkazgan kishilar. Mana bu shuni eng dastlabda Xitoylarning yo'qotish obyekti bo'ldi. Undan keyin islom dini Uyg'urlarni keynida qoldirgan, Uyg'urlarni qaloq bir hayotga boshlagan bir din sifatida Xitoy tarafidan qayta sharhlandi. Ve bunun bizning nurg'un ba'zi ziyolilarimiz bilib bilmay xizmat qildi. Masalan, nimaning mahkama shar'iy deb bir rasmi bor. Dağlıq ressam ismini unutib qoldim. G'ozi Ahmadmi? G'ozi Ahmad. Ashuningda u shu 50-60 yilda sizilgan rasmning ismini qilishdi. Ya'ni islom dinini vakillik qilayotgan mollamlar, qozilarga adolatsiz kishilar. O qozixonning oldida bir qiz yaga yiqilib yotgan, anadikini qozina aytdi, qo'pol hayvatlik qiyofati bilan onun beşli qarab turgan degandek bir ko'ngilsiz bir surat bor. Ondan boshqa bizning ahli ilmlarimiz shu xato tushunchadagi tasavvufchilar bilan, ya'ni texmi botil iqimga kirib ketgan so'pilar bilan o'xshash bir o'ringa qo'yilib tushuntirildi. Shular bizning tariximizda biz islomni o'ylasakla bizning aramizdan Uyg'urlar ichidan haqiqatdanmi islomga içinden nefretlendiğin az bozma bir Türk'ün kişiyle yetişip çıktı. Hele hem bunu buya kürvatımız. Kollektif eslim arkalık, eslimini burmulaş arkalık kılınma işlerinin biri. Anladık ki bizden nurgun tarihi yadigarlıklarımız, urullarımız veyran kılındı. İsmi özgertildi. Mesela Yekende, hele bir çakıcı Yekende ordu battı. Yani Seydiye Halkı'nın kalan ordu var. Bu ordu yıkıldı, yok kılındı. O ordu demek ne demek? Elbette ordunu bilimiz, ordu bir padişah turduğan bir yer. Ordunun bayikelliği, bunun bir yerde bir padişahın yaşayıp ötkelliği, bir devletin kurulganlığının bir maddi ispatı. Ondan başka nurgun muhim yadigarlıklarımız şu sebepler bilen yok kılındı. Yani bizim tarihi eslimizni yok kılış için. Hem de ikinci sualımıza gelsek,
Üçüncü bir muhim taktikisi ular nurg'un film, drama degan narsani ishildi. Shu 50-60 yilda ishlangan nurg'un koni kinolarni eslab baqing. Shuningdimi diniy zotlar, mesela Anarxon degan kinoda Qazajimning roli intayin salbiy yaratilgan. Bu shu davrdagi nurg'un yoshlarga, bolalarga diniy kishilarning obrazini buzishi cho'nqur ta'sir ko'rsatgan. Endi keynidagi savolingiz kelsak, Uyg'urlar, Uyg'ur ziyolilari va boshqalar o'zining shu Xitoyning shu yuqori besimli sharoit ostida o'z imkoni ichida o'zimizning tarixini xalqimizga mayli adabiy roman shaklida yoki bir ilmiy asar shaklida bildirish uchun qo'lidan kelganini qildi desak xato emas. Masalan, Turg'un Almasning 3 kitobi buning cho'ng dalillaridan biri. Mesela şu kishi o'zining siyosiy jihatdan ta'qib ostiga ilindiganligini, o'ziga bir xavfni yetadiganligini bilmabdi, u o'ylayolmabdi, u nodonmidi, unday emas. Yani jonni alqonga elib turib tavakkul qildi. Yani o'zining millatini bir uyg'otish, bir to'g'ri tarixini eslatish uchun. Adabiy asarlardan eng dastlabda shu Abdurahim O'tkirning Iz, Uyg'ongan zaman degan romanlarini eslamay bo'lmaydi. Onundan keyin yazılgan en isil romanımız Zördün Sabır'ın Ana Yurt. Onundan başka Uygur edebiyatında tarihi romancılık diye bir ekrim şekillendi ve nurgun romanla yazıldı. Bu romanların yazılışındaki en iki sebeplerinin biri nukun ilmi şekilde tarihini kaldırış, şerait noktasının mümkün bulmamışka hiç olması kişilerge roman ve edebi eser şeklinde bulsun mu bir kaldırıp koyaydı deganni maqsad qilgan. Mesela Abduvali Alining Turg'oq Xo'jalar, Badavlat qatorliq shu 9 tomliq romanimi ko'pinchisi qaramoqqa badiiy shaklda yozilganda qilgan bilan o'qiganlar bilalaydi, nurg'un tarixiy manbalardan foydalanganligini ko'rish mumkin. Ya'ni qo'limizdan kelishicha buni qilishga ziyolilarimiz tirishgan bo'ldi. Endi savol shu. Bu yetarlikmi? Endi chet ellardan nimalarni qila olamiz? Bu yeterlik mi? Eğer o yeterlik olan olsa bu Uygurlar o kollektif hatırası yine nime için biz kütkendek güçlük emez. Hazırki chet eldeki Uygurlarning davayımızı tutup atkan pozisyası ve Xitayning siyaseti aldığındaki ifadelagan pozitsiyaları ve iş hareketleri bu noktada bizi biraz oylandırdı. Yani bu hizmetin yeterlik emeslikini bir noktadan bizim səhvimizge saldı. Müşahede bir nesli qo'shqim keldi. Bu yaqinda bu İsa Haklar Teşkilatlarına bazı mühim organlar ilan qildi. Bu Xitoylarninki hali uzundan beri bizninki yer nomlarimizni o'zgartib xitoychalashyotganligini. Amaliyotda o mahallining ismi, ko'chaning ismi, yer joylarninki isimlari amaliyotda bizninki shu yer joyning kimlik hisoblanadi. Yani belgisi hisoblanadi, şarit hisoblanadi. Şu mahalle, onun bu isimge şu mahalleninki hikayesi, şu mahalleninki insanlarınki kaygı, azapları, koşallıkları, bu mahalleninki hemen sınıf ketken buldu. Aşı isim arkalık şu mahalledeki insanlarınki nurgun nesini bilemeyiz. Aşı isim ameliyette şu yer cayları bizimki Uygurlarınki, yani Uygurlarınki, Şərq Türkistanlarınki yer cihetten şu zeminin iyidarçılığı, hocayn ekanligini isbotlapiga ait mühim narsalardir. Dal mush yer joylarima hozir asosan o'zgartirilib, ko'p qismi deydi. Hatto boshqa bir ma'no berilib, birlik, ittifoqlik, o'xshash Xitoylarning qizil kommunist tashviqotiniki ifodalari bo'lgan ash ismlar qo'yildi. Demak, buni qo'yilishi odatda kishi emas. Yani odat kishi emas. Bu degan nihoyatda bizni eshundiradigan ish. Xitoylar mush yer jamlarininki Uyg'urlar uchun, Sharq Turkistonlar uchun nihoyat muhim ahamiyat bilib yetgan bo'lg'achqa, mushular ish qildi. Mandaq desak, Xitoylarninki chiqilgan hamma narsalar amaliyotda biz uchun intayin muhim. Bizningki agar muhimligini bilmasak, Xitoylar bizga nimaga chiqilgan bo'lsa, nimaga yankash qilgan bo'lsa, yoki bizga oid
qaysi kollektiv xatirimizga asrimiz yankash qolmasa, shu bizga nisbatan muhim deb his qilsak tamoman bo'ldi. Ya'ni biz bilenmisak buni demoqchiman. Siz buni qanday qaraysiz? Hazır deganimizdek bu yer joy nomlari masalasi nuqul ma'lum bir yerning ismila emas. Chunki ism naydi pirislangan bir hukum. Bu yer joy nomlari. Buna ait uzoq bir o'tmishga ketadi. Uzoq bir o'tmishga ketadi. Onun bir uzak bir tarih var. Bu tarih içinde nurgun biz biladigan ve bilmeydigan bir cuğlanma var. Xitaylarning bu isimlarni o'zgartirishi amaliyotda ince planlangan, cho'nqur o'ylanilib qilingan bir siyosiy taktika ve tedbir. Lekin asta bizning nevrelerimiz, kichiklarimiz, bolalarimiz Yarbog' deganga o'xshash, Gulbog' deganga o'xshash yana o'ni va Hongchi yoki her xil Xitoycha ismlar bilan ataydigan bo'ladi. O'zimizning an'anaviy nomlarning o'rniga Xitoycha isimlardan dasishi amaliyotda bizning kimlik emimizning, tarixiy aslimizning upurishi asta yo'qishini keltirib chiqardi. Bu hozir chet ellik yani muaciretdeki biz Uyg'urlarniki bu kollektiv xatir tutgan pozitsiyasini yoki kollektiv xatirimizni mana shu aytgan vaqtida xatirlash madaniyatimizni qaysi shaklda qanchalik elib borganligimizni yana bir programda qilsak deb o'ylayman, chunki nihoyatda muhim bir tema. Kollektiv xatirlik yana bir eng muhim adoyligi xatirlash madaniyati. Yani bizdeki xatirlash madaniyatimiz zaten qanchalik. Biz xatirlaganda qanchalik bizga muhim bo'lgan qaysi voqealarni xatirlayapmiz. Qaysilarni unutilib qolyapmiz. Bu xatirlash madaniyati qanchalik umumlashdi biz chet ellardagi Uyg'urlar orasida. An'ana desak ham buni agar xatirlash madaniyatini davomlashtiramisak, bizni qanday xatarlarni kutib ketadiganligini bularni ayrim program qilsak deb o'ylayman, chunki bu haqiqatan vatandagi qarindoshlarimizninki bu kollektiv xatirni yoki aslash, xatirlash madaniyatimizni taraqqiy qildira olishi yoki yashnatishi hozirgi sharoitda haqiqatan tez. Yani ulardan biz bir narsani kutsak, ular uval qilgan bo'lamiz. Ama biz chet eldagi Uyg'urlar yoki Sharq Turkistonliklar bu sifatimizdan tamam mumkinchiligi bor. Chunki u bizga oid narsalar. Yani biz ularni qancha ko'p asrasak, ahamiyat bersak, uning shuncha qimmatini qilsak, unutib qolmasak, yashinta olsak, jonlantira olsak, keyingi avlodlarga yetkazilsak, shuncha o'zimizning kimligiga, shuncha o'zimizning Sharq Turkistonlik, musulmon, Uyg'ur kimligimiz shuncha sodiq bo'lgan bo'lamiz. Bu intan oddiy bir mantiq. Shuni ayrim program qilsak deb o'ylayman. Bence programımızda müşahede ahırlaştırsak nayeti muvaffaqım deb o'yladim. Keyingi programımızda biz bir Sharq Turkistonlik bo'lishimiz bilan, Uyg'ur bo'lishimiz bilan va shu coğrafiyaningki bir avlodi bo'lishimiz bilan nimalarni unutib qolmasligimiz kerak bizga munosabatli. Shundaqla biz bilan munosabatda bo'lgan, vasitlik yoki bevosita munosabatda bo'lgan Xitoylarning bizni qaratgan siyosatlarini dair qilmishlarini unutib qolmaslik taraflarini bir ta'kidlab o'tsak. Chunki kollektiv xatirning eng chong alohidaligi birisi, biraz burun ta'kidlab o'tdik. Unutib qolmaslik. Unutib qolmaslik. Uni yashnatish masalasi endi. Biz shu chet elda hamda nima ish qila olamiz deganlar var anlaşılan. Chet elda shu kollektiv xatirni tirik tutish, buni va avlodlarga aqtirish uchun chet eldagi Uyg'urlar nima ish qila oladi deb shuning konkret ba'zi choralarini, yo'llarini söyleshimiz lazım. Chunki vatanda buni qilolmaydi va qilolmayotidi. Bu vazifa amaliyotda chet eldagi Uyg'urlarning zimmasiga yuklanaylik. Bizning bu vazifani qanchalik ado qila olishimiz bizning milliy mücadelemiz nuqtasidan intayin muhim. Biz xuddi qurib ketayotgan bir o'rmonlikning ichidagi yiltizmas suvga tekkan, kelgusida bu o'rmonlikni qayta yashartitgan, eshib qolgan bir parcha yeşillik. Bu yeşillikni yo'qotib qo'yish pek xatarli. Chuqur biz bu yeşillikni kengaytirishimiz lazım. Ben program bana bir naqsh tekis var. 2021 yılı moda olgan.
köp eğitildi vatanda biz YouTube'da mı köyde okunu. Şu insan degan yo'l nima? Biz köplerimiz g'amime deydigancha. Bu intayin mühim. Şuna münasebetlik bu. Bo'ldi. Ezgürlerle biz tuxum ve yallık programımız aslında kolektif xatirimiz ve bizdinki kolektif xatirimizni qancha muomala qilaldik, nimishlarni qilaldik. Shunaqla Xitoylarninki bizning kolektif xatirni ojizlatish, o'zgartirish, burmalash, hatto yo'q qilish uchun qanday taktikalar ishlatganligini qisqacha so'zlab o'tgan bo'ldik. Ko'p rahmat. Kelar programmada ko'rishaylik. Bo'ldi, ko'p rahmat.